dunyoda nima bo'layotganini ko'ryapsizlar. Kimdir eski SSRni, eski ittifoqni qaytarishga harakat qilayotgan bir paytda bizlar men yaqinda 5-dekabrda boshqa katta zalda ertangi kunimiz haqida gapirganda 2000 odam o'tirgan joyda yoshlarimiz avvalambor shu ishtirok etgan majlisda aytganimni takror aytmoqchiman. Hech qachon biz ittifoq SSRga o'xshagan turli birlashmalarga va hech qachon bizlar o'zimizni ozodligimizni, erkinligimizni mana shunday darajaga ko'targanimizni, bizlar erkin bo'lib yashayotganimizni hech kimni qo'liga bermaymiz va kerak bo'lsa butun borligimizni beramiz desam nima deysiz? Sizlar bilinglar, mana zamon juda murakkab. Hozir aytayapti katta davlatlar. O'zbekiston san kim tomon deyapti. Bo'ldi endi, neytral bo'lib yurishing bo'ldi, yo u tomonga o'tgin, yo bu tomonga o'tgin. Qattiq aytib, vakillari ham kelib, o'zlari ham shunga da'vat qilyapti. Bizga kerak O'rta Osiyoda O'zbekiston 36 million bo'ldi. 3-4 yilda 40 million bo'ladi, katta davlat bo'ladi. Kim tomonsan deyapti. Qani qanday og'ir savolga qanday javob berish kerak? Savol javob bitta. Bir tomonman. Millatim, xalqim, buyuk O'zbekistonimning manfaati uchun o'lishga ham tayyorman deb javob beraman.